Gollandiya parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. 25 fevral payshanba kuni Gollandiya parlamenti ovozga qo'yilgan taklif loyihasini ma'qullab, Uyg'ur musulmonlari uchirgan muomalaning irqiy qirg'inchiligi barobar kelganini jakarladi. Gollandiya bu bayonotni e'lon qilgan tunji Yevropa davlati bo'lib qoldi. Reuters agentligining xabar qilishicha, taklif loyihasida mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining tug'ut cheklashni maqsad qilgan tadbirlari va jazo lagerlarini qurishdak bir qator harakatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 260 nomorli qarori, ya'ni irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdinomasidagi moddalarga mos keladi. Xitoydagi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilyotidi. Bu xabar dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar va kishilik huquq aktivlarini xursand qildi. Ular Gollandiya parlamentining bu qarorini qizg'in qarshi olganligini bildirishdi. Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqtdagi bayonotida mundaq dedi: Gollandiya parlamenti Yevropada tunji bo'lib Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qiladigan taklif loyihasini ma'qulladi. Biz Dünya Uyghur Qurultayı Gollandiya hukumatini bu loyihani o'zlashtirishga va xalqaro ittifoqdoshlari bilan birlikda muvofiq tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotida yana Gollandiya parlamenti Yevropadagi boshqa davlat parlamentlariga muhim ulgu tiklab berdi deyilgan. Алдыңғы kunlarda Kanada parlamentimi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik deb tonigan edi.